Qadrli sahifam obunachilari, ijtimoiy tarmoqlar hammangizga ma'lumki, bizni ko'proq u yerda vaqt sarflashimiz uchun ishlab chiqilgan. Boshqacharoq aytganda, bizni tom ma'noda tom ma'noda qaramga aylantirish uchun o'ylab topilgan. Buni oramizda ko'pchilik taxmin qilsa kerak. Aynan endi bu qaramlik til o'rganuvchilarni ham chetlab o'tmaydigan bo'ldi. Ochiqroq aytganimda, bu ijtimoiy tarmoqlar mavzusi mening ham aynan nafratimga sabab bo'ladigan bo'ldi. Qanday deysizmi? Hozir, hayotimizdagi yana bir, muhim strategiyalardan biri til o'rganish, so'z yodlash hamda, gaplarni hayotimizga, talqin qilish mavzusidagi yana bir muhim narsa demaylikda, muhim tushuncha sun'iy intellekt qo'lga o'tmoqda. Akademik jihatdan biroz chetroqqa chiqqanimiz o'rinliroq. Chunki bu mavzu akademik jihatdan ko'ra ko'proq kundalik hayot bilan aloqador. Ko'rganingizdek, bu yerda, Instagram Reels oynasi o'rin olgan. Bu yerda e'tibor qarating, bu yerda birinchi bo'lib, siz ko'rayotgan rasm bu aynan bir xitoylik ayol hamda qo'shiq aytyapti. A, nima bo'lishi mumkin? Oddiy xitoylik ayol qo'shiq aytyapti ekan deyishingiz mumkin. Vaziyat siz o'ylaganchalik oddiy emas. Keling buni, yaxshiroq tushunishga harakat qilamiz. Birinchisi bu aynan sun'iy intellekt orqali ushbu videoda nima haqida so'z borayotganini bilib olishingiz mumkin. Ha, Meta AI orqali. Video haqida endi ma'lumot olishingiz yana bir bora osonlashdi. Buni qanday qilamiz deyishingiz mumkin. Juda oson. Birinchi bo'lib qilishingiz, kerak bo'lgan ish aynan mana bu mana bu yerga bosish. Tushunarlimi? Mana bu yerga bosish. Demak, qo'shimcha ma'lumotlar oynasiga bosish. Tushunarlimi? Endi esa, qilishingiz kerak bo'lgan navbatdagi harakat bu aynan, eee, demak, savol berish muloqot oynasiga savolni yozish hamda sun'iy intellekt u savollarga javob beradi. Demak, hozircha Reels oynasidagi ushbu qo'shimcha menyular sahifasiga ketdik va endi ko'rib turibsizki, mana bu yerda hozir men belgilayman. Meta AI, ya'ni Meta AIga savolingni, savol so'ra deyapti. Ushbu joyga savollarni so'rash. Demak, muloqot oynasiga yo'q, qidiruv endi aynan, qidiruv qutisiga savollarni yozishingiz kerak bo'ladigan. Men hozir sizga buni, eee, qanday qilishni telefonimni bog'lab ko'rsatib beraman. Tushunarlimi? Buning uchun albatta bitta shart bor. Bitta shart bu aynan, eee,
tushunarlimi? Agar sizni sizda shu holat bo'lsa, Instagram ilovasi, sizda eng so'nggi rusumda bo'ladigan bo'lsa, siz ushbu Meta AI ilovasidan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Men hozir uni sizlarga ko'rsatib beraman. Nimamu, telefonimni kompyuterga bog'lash orqali. 1 daqiqa. 房子大了，平花小，那感觉越来越好。假期多了，收入高，那工作越来越好。山平静了，价格活，那心情越来越好。天更蓝了，水更清，那环境越来越好。 Maroq bilan qo'shiqni tinglab oldik. Bu aynan Duolingo'ni Indoneziya sahifasiga oid o'sha xitoycha qo'shiq aytadigan juda betakror ovoz sohibasi bo'lgan nimadan bu yerdagi buvi qo'shiq aytyapti hamda uni qo'shiq nima haqidaligini so'rashimiz kerak. Har doimgidek qo'shimcha sozlamalar muloqot oynasiga bosamiz. Keyin esa nima chiqdi? Metaga savol ber. Metadan savol ber. Sizlar o'zbek tilida so'rasanglar bo'laveradi. Men esa o'zimni sevgan tilim bo'lgan, o'rganayotgan tilim bo'lgan, turk tilida, ingliz tilida so'rayman. O'rganayotgan tilim emas. Men bu tilni bilaman. 1 daqiqa, 1 daqiqa yozyapti. Aytyaptiki, qo'shiq pastga tushib ketib qoldi. Hozir ko'ramiz. Qo'shiqni mavzusi bu yerda ijobiy jarayon va kundalik hayotdagi rivojlanish deyapti. Aytyaptiki, demak, animatsiyaga aylantirilgan bu ayol o'tgani sayin qanchalik Braun, 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 lila, grün, gelb, gelb. Du hast ein Gelb. demak, men bu yerda allaqachon savol berganman, lekin sizlarga ko'rsataman jarayonni qanday amalga oshishini. Demak, qo'shimcha ma'lumotlar hamda bu yerga Ask Meta AI, ya'ni Metaga savol ber. Har doimgidek savol beramiz. Savol beraman. O'zim biladigan til bo'lgan ingliz tilida savol beraman. Demak, bu yigit gapirib o'tgan, bu yigit to'xtalib o'tgan butun ranglarni menga ayta olaysanmi dedim Meta AIga. Chunki nemischa gapirdi ko'rganinglardek, to'g'rimi? Ha, ayta olaman deyapti. Demak, bu yerda birinchi rang. Hozir. Bu yerda birinchi rang. Demak, jigar rang lila. Men lila rangini fioletoviy, ya'ni binafsha rangda oldindan uzr so'rab aytaman, Lalita deb eshitibman. Mayli, endi bu o'zimni shaxsiyat egasi ekanligimni bildiradi. Mayli. Grün bu yashil, to'g'rimi? Gelb yellow, ya'ni sariq, schwarz black, red rot, blue ko'k, orange demak, blau demak ko'k, orange nima degani edi? Hozir aytaman, sariq, yo'q, sariq emas. Zarg'aldoq, Vice oq edi, to'g'rimi? Endi yuqorida biz so'ragan savollar turadi. Biz bunday yuqoriga qarab ketayotgan paytimizda biz so'ragan savollar turadi. Men o'sha qo'shiqni topib olay deb, mana o'sha betakror qo'shiq, meni qalbimni maftun aylagan qo'shiq hozir. Men bu yerda aytgan ekanmanki, bu sharqiy bana turkcha anlat. Ya'ni bu qo'shiqni menga turk tilida tushuntirib ber degan ekanman va aytgan ekanki, bu qo'shiq Xitoyning eng mashhur, demak, muhabbat afsonasi bo'lgan kapalak oshiqlar, ya'ni Liang Shanbo Qiu Yingdaymi hikoyasidan bir
bir shingil bir bo'lim ekan. Bir shingil aytyapti. Demak, bu yerda hikoyani sharhlab beryapti. Demak, tushunib oldinglarki, videolardagi tushunmagan narsalarimizni ham u xoh boshqa tildagi narsa bo'lsin, boshqa tildagi tushuncha bo'lsin, boshqa tildagi biz tushunmagan ma'lumotlar bo'lsin, xoh o'zimizni tildagi bo'lsin, barchasini so'rashimiz mumkin bo'ldi. Bu degani til o'rganishimiz yana ham osonlashdi degani. Tushunarlimi? Til o'rganishimiz yana ham rivojlana oldi. Buni demak atrofimizdagi til o'rganuvchilar hamda til o'rgatuvchilar bilishi shart va bu Instagram xususiyatidan oqilona foydalanishlari kerak. Demak, oxirida shu qo'shiq tinglamasam borib portlab ketaman. Tinglay borib yurak-yurakdan tinglagim kelyapti ushbu ashulani. 山对山来，爱对爱，蜜蜂采花深山里来，蜜蜂本为采花丝，梁上宝为祝英台。一啦，梁上宝为祝英台。山对山来，爱对爱，蜜蜂采花深山里来，蜜蜂本为采花丝，梁上宝为祝英台。一啦，梁上宝为祝英台。